alaykum, hurmatli futbol bo'yicha terma jamoamiz a'zolari. Menga berilgan shunaqangi bir ajoyib fursatdan foydalanib, futbolchilarimizga avvalambor omad, sihat salomatlik va ulkan zafarlarni tilamoqchiman. Oldin bo'lib o'tgan bir voqeani sizlarga aytib bermoqchi edim. Uzoq safardan, viloyatdan kelayotgan paytimizda terma jamoamizni o'yin paytiga yo'lda bo'lib qoldik, o'yin paytida. Shuning uchun hali eslaymiz, kichkina bir nima deydi? Ostanovka deydi-ku, mashinalar to'xtash joyida. Shu to'xtash joyida joylashgan kichkina do'konda juda ham bir kichkina televizorcha bor ekan. Shu televizorda adashmasam bir 30-40 kishi, hattoki ichkariga sig'masdan shu derazalardan ham sozandalarimiz bilan hamma tomosha qilyapmiz. Va uyga kelib kichkina farzandim 1,5 yoshli o'g'limni uyg'otib, yelkasidan ushlab, oyog'ini tagiga koptonni qo'yib, koptok tepishni o'sha paytda o'rgatmoqchi bo'lganim hali ham esimdan chiqmaydi. Men bu bilan nima demoqchiman? Farzandlarimizga uzoqdagi yulduzlarni emas, sizlarni o'rnak qilib ko'rsatishni chin yurakdan xohlaymiz. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchi edimki, bir mashhur jahon chempionatiga og'ir atletikachi, ya'ni tosh ko'tarish bo'yicha jahon chempioniga savol berishgan ekan. Agar 10 marta og'ir toshni ko'tarsangiz, nechinchisida sizga foydali, nechinchisida kuchga to'laman deb o'ylaysiz? Deyilganda kutilmagan bir javob aytgan ekanki, 11-toshni ko'targanimda kuchga to'laman degan ekan. Ya'ni 100% o'zinglarni bu ishga berish emas. Kerak bo'lsa 110% o'zini inson baribir qilayotgan ishiga jalb qilmasa, butun vujudini bermasa, hech qanaqangi nima deydi, natijaga ega bo'lmas ekan. Shuning uchun 100% emas, 150%, 200% o'zinglarni jalb qilishingizga chin yurakdan tilakdoshmiz. Chunki bu hayotga bir marta kelamiz. Umr o'tyapti, vaqt o'tyapti. 5-10 yildan keyin mana shu bugungi kunlarni shunaqangi ehtiros bilan eslaylikki, 10-20 yildan keyingi terma jamoa o'yinchilariga sizlarni misol qilib ko'rsatish baxtiga muyassar bo'lishi chin yurakdan tilaymiz. Samimiy qilib aytganda, menimcha vaqti keldi. Shu kubok rostagamini olib kelinglar, ko'ringlar, bir yong'oq-bong'oq chaqib ko'ringlar, qanaqa ekan u. Omad. O'zinglarni 100%, 110%, 1000% baxshida etsanglar arziydi. Zeroki orqangizda millionlab muxlislar turibdi. Muxlis degani nafaqat baqir-chaqir, balkim chin yurakdan sizlarni duo qiladigan yosh katta insonlar bor. Hamma orqangizda turib, butun vatanimiz bilan sizlarga muxlislik qilamiz. Omadinglar bersin. Hech narsadan qo'rqish yo'q. Olg'a. Go O'zbekiston.